So'ng u chap tomondagilarga ham aytadi: Ey la'natlar, ko'zimdan yo'qoling. Iblis va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olovga mubtalo bo'ling. Chunki men och edim, ovqat bermadingizlar. Chanqagan edim, suv tutmadingizlar. Musofir edim, meni mehmon qilmadingiz. Yalang'och edim, meni kiyintirmadingiz. Kasal bo'ldim, zindonga tushdim, meni kelib ko'rmadingizlar. Shunga javoban ular ham: Yo Rabbiy, seni qachon och, chanqagan, musofir, yalang'och, kasal yoki zindonda bo'lganingni ko'ribmizki, senga xizmat qilmagan bo'lsak deb so'raydilar. U javob berib ularga shunday dedi: Sizlarga chinini aytayin, sizlar shu kichiklarning biriga qilmagan muruvvatingiz menga qilmagan bilan barobardir.